Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. 2025-yilda ish haqi, pensiya va nafaqalarni inflyatsiya darajasidan past bo'lmagan miqdorda oshirish rejalashtirilmoqda. 2025-yilda O'zbekistonda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalarni inflyatsiyadan past bo'lmagan darajaga oshirish rejalashtirilmoqda. Inflyatsiya prognozi 7%. 2024-yilda ish haqi va pensiyalarni oshirish uchun rejalashtirilganidan kamroq mablag' ajratildi. O'zbekistonda 2025-yilda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalarini inflyatsiyadan past bo'lmagan darajada oshirish rejalashtirilmoqda. Bu O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan. 2025-yil 2027-yillarga mo'ljallangan budjetnoma loyihasida nazarda tutilgan. Keyingi yil inflyatsiya 7% bo'lishi prognoz qilinmoqda. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ish haqini budjetdan rejalashtirilgan parametrlardan tashqari 1% ga qo'shimcha oshirish uchun yiliga 1,5 trillion so'm. 2024-yilda bu ko'rsatkich 1,3 trillion so'm edi. Pensiyalarni 1% ga oshirish uchun esa 730 milliard so'm, 600 milliard so'm talab etiladi. Nafaqa oluvchilar sonining 10% ga ko'payishi esa yiliga 740 milliard so'mga tushadi. Kelgusi yilda budjet tuzilmasida ish haqi xarajatlarining ijtimoiy soliqlarni ichiga olgan holda ulushi yalpi ichki mahsulotlarga nisbatan 9% dan 9,5% ga oshishi va davlat umumiy xarajatlarining qariyb 44,8% ni tashkil etishi kutilmoqda. Davlat budjetining ish haqi bo'yicha umumiy xarajatlari 27,6 trillion so'mga 126,7 trillion so'mdan dastlab 133,3 trillion so'm bo'lishi rejalashtirilgandi. 154,3 trillion so'mga plus 21,8% oshishi prognoz qilinmoqda. Moliyachi Otabek Bakirov ish haqini oshirish 2024-yildagidek 4-chorakda emas, 1,5 yillikda amalga oshirilishi mumkinligini taxmin qildi. Pensiya oluvchilar soni 4,1 million kishidan 4,3 million kishiga 300 ming yangi pensiya oluvchilar va -100 ming pensiya ta'minotiga sarflanadigan xarajatlar esa 64,1 trillion so'mdan 75 trillion so'mgacha plus 17% oshishi kutilmoqda. O'rtacha pensiya miqdorining o'sishi 11,7% darajasida bo'lishi 1,299 million so'mdan 1,45 million so'mgacha prognoz qilinmoqda. Raqamlarga qaraganda 2025-yilda stipendiyalar miqdori oshirilmaydi. Ketma-ket 4-yil davlat budjetining stipendiyalar bo'yicha umumiy xarajatlari 1,9 trillion so'mdan 2 trillion so'mgacha plus 5,3% oshishi talabalar soni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 2024-yilda ish haqi 2024-yilgi davlat budjetida ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar miqdorini oshirish uchun 9,55 trillion so'm miqdorida mablag' nazarda tutilgandi. Budjetnomada ish haqini 1% ga oshirish yiliga 1,3 trillion so'm, pensiyalarni 1% ga oshirish esa yiliga 600 milliard so'm qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi aytilgandi. Budjetdan ajratilgan mablag' 1-maydan ish haqi va pensiyalarni 7,5% ga oshirish uchun yetarli bo'ldi. Shu bilan birga
Pensiya va nafaqalar 1 sentyabrdan 15% ga oshirildi. Yilning qolgan 4 oyi uchun qo'shimcha xarajatlar 3 trillion so'mni tashkil etdi. Ish haqining 1 oktyabrdan o'rtacha 12,5% ga, o'qituvchilar va shifokorlarniki 15% ga, qolganlarniki 10% ga oshirilishi esa qolgan 3 oy uchun 4,1 trillion so'm qo'shimcha xarajatlar talab qildi. Davlat budjetining ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish bo'yicha jami xarajatlari 7,1 trillion so'mni tashkil etdi. Bu dastlab rejalashtirilganiga 9,6 trillion so'm nisbatan qariyb 2,5 trillion so'mga kam. 2025-yilda ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish xarajatlari uchun 6,63 trillion so'm yo'naltirilishi rejalashtirilmoqda.